Hozirgi kunda yurtboshimiz tomonidan yoshlarga juda ham katta yordam berilmoqda. Har taraflama. Bundan to'g'ri foydalangan holatda mana bu aqlli ko'zoynak loyihamizni yaratdim. Loyihamiz Samarqand viloyati hokimligining yoshlarni startap g'oyalarini qo'llab-quvvatlash tanlovida g'olib deb topilib, 40 million so'm tadbirkorlar kengashi tomonidan moliyalashtirildi. Berilgan imkoniyatlardan va moliyaviy tomondan yordamlardan foydalanib, biz sun'iy intellekt asosida ishlaydigan ko'zi ojizlar insonlar uchun aqlli ko'zoynak loyihamizni yaratdim. Va bu birmuncha qulaylik tug'diradi ko'z ojiz insonlar uchun. Hozirgi kunda yana ham rivojlantiryapmiz, ustida ishlayapmiz. Hozirda ikkita ko'rinishda, ya'ni ikkita prototipi tayyor. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda kamerasi bor. Kamerasi oldimizdagi obyektlarni ko'radi-da va quloqchin orqali audio shaklda aytib beradi. Ya'ni masalan, hozir oldingizda odam bor deyapti yoki kompyuterga qarasam, oldingizda kompyuter bor deydi. Eshik yopiq bo'lsa, eshik yopiq deydi. Ochiq bo'lsa, bemalol yuravering deydi. Ko'chaga chiqqanimizda svetofor rangini ham aytadi. Qizil bor, to'xtab turing. Qulayligini ham yana ham oshiryapmiz. Hozirda birmuncha noqulay bo'lishi mumkin. Buning batareya quvvati ancha vaqtga, hozirgi kunda 2 kunga to'xtovsiz ishlash sikl davomida 2 kunga yetmoqda. Ustozim dastur injinerlik kafedrasi assistenti Islom Karimov boshchiligida mana shu loyiha ustida ishlayapmiz. Kelgusidagi maqsadlarimiz buni yana ham rivojlantirib, yana ham ko'rinishini yoki dasturiy ta'minotini yana ham mukammallashtirib, sanoat asosida ishlab chiqaramiz. Ya'ni tijoratlashtirish ishlari ham olib boriladi.